Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda namoyishchilikni nimasida bu uydagilar uchun guvohlik beryapmanki, meniki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-20 kun tug'ilgan. Ili oblastlik telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan opam Sadat Fodun bo'lsa, 1956-yili 8-21 kun tug'ilgan. Ili oblastlik mehmonxonasiniki qatnash bo'limidan dam olishga chiqqan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Undan keyin bularni Yipiqalati sud etib 2019-yili shu nimada birinchi qitimda 5 yillik, keyin andan keyin 18 yillik kesib o'tgan. Undan keyin bo'lsa 2019 yoki 2020larda dadasi Abdurahmon Abduremajim tugab ketgan vaqtida dadamninki shu turmadami bir kunlikmi qo'yib berilishiga ruxsat berilmagan. Shuningga men Xitoy hukumatiga deymanki, men Xitoy hukumatidan shuni talab qilmanki, meningki ota-onamninki ishi cho'ng bo'lib ketdi, shuning ishi cho'ng, ham ular gunohsiz bo'lganligi uchunga Xitoy hukumatininki ota-onamni shaxsiy qo'yib berishni talab qilaman. Shundaqla Yevropadagi boshqa qarindoshlarninkimi ota-onalarga ega chiqishini umid qilaman. Shuningga qarindoshlarninki vaqtida ota-onalarga ega chiqib, shu parlamentninki oldidagi bo'shliqlarni to'ldirib, Xitoyninki vatanimizdagi irqiy qirg'inchiliklarni shu to'xtatishga chaqiriq qilishni hukumatlarga sadolarni anglatishini umid qilaman. Men navbatda Xitoyninki vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, hatto ham ota-onamninki turmadligini isbotlash uchun shvetscha, inglizcha hukumat binosining oldida, parlament binosining oldida chaqiriq qilmoqchi. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Stand up against Uyghur genocide! Fascist China! Terrorist China! Virus China! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Diktator Xi Jinping! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Fascist China! Terrorist China! Kina stop folk mördare! Kina stop folk mördare! Kina stop folk mördare! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Fascist China! Virus China! China release my parents! China release my parents! China stop folk mördare! China stop folk mördare! Nazi China! Fascist China! Terrorist China! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Fascist China! Virus China! Diktator China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Scandinavia! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Fascist China! Virus China! Diktator China! Terrorist China! Fascist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Virus China! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against China Uyghur genocide!
Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Fascist China, terrorist China, dictator China, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist CCP, terrorist CCP, terrorist CCP, terrorist CCP. Stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Scandinavia. Kina, stop folk murdery. Kina, stop folk murdery. Virus China, Xi Jinping terrorist. China dictator, Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping terrorist, Xi Jinping. China, stop folk murdery. China, stop folk murdery. Fascist China, terrorist China, virus China, China release my parents, China release my parents, Sverige agerar på uigurer, Sverige agerar på uigurer, Kina står folkmördare, Nazi China, diktator China, Nazi China, terrorist China, China stops genocide, China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Chen Jianguo terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Virus China. Dictator China. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping terrorist Xi Jinping. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Kina stop folkmördare. Kina stop folkmördare. Kina stop folkmördare. Chen Jianguo terrorist. Xi Jinping terrorist. CCP terrorist. China terrorist. Fascist China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. China release my parents. China release my parents. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. Fascist China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Kina stop folkmördare. Kina stop folkmördare. Kina stop folkmördare. CCP terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Dictator China. Fascist China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. China stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist. Nazi China. Fascist China. Terrorist China. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Scandinavia. China release my parents. China release my parents. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Fascist China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Zhu Hailun terrorist. Chen Jianguo terrorist. Virus China. CCP virus. China terrorist. Fascist CCP. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Kina stop folkmördare. Kina stop folkmördare. Fascist China. Terrorist China. Nazi China. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Fascist China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Dictator Xi Jinping. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Fascist China. Terrorist China. China release my parents.
China, release my parents. Fascist China, stand up Sweden. Zinchenko, terrorist. Yok Eylül, terrorist. Fascist China, terrorist China. Nazi China. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stop folk murder. China stop folk murder. China stop folk murder. Fascist China. Virus China. Virus CCP. Zinchenko terrorist. Xi Jinping terrorist. Qarindoshlar, anglitishimiz kerak. Chiqib bütün shularga Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligini to'xtat, ota-onamizni qo'yib shu hamda cho'ng qizminimizdan chiqib ket, bizga mustaqillik deganni ularni qildiganlar bor. Biz irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Uyg'urlarniki lagerini taqa deganga o'xshash shunday shuarlarni to'lab ota-onamizga yegi chiqsak bo'ladi mana qarindoshlar. Shunchalik erkin odamlar keladi, so'raydi, biladi. Onundan keyin bularning o'zlariniki sosyal medialar bo'ldi, şeyler yozadi. Eng muhimi chiqib shu g'arb ellardagi parlament binolarining oldida, masalan, Avstraliyalarda pandemik bo'lgan bo'lsa, inglizcha rasmini bir rangli kopya qilib, tagiga inglizcha yozib, tutib bir 2 minut, 3 minut naq maydon qilib ketsingizmi hisob qarindishim. Buningda oldi kayni deydigan gap yo'q. To'g'ri, bizmi beshidan chiqqanmagan bilan men o narsalarni deb o'tdim. Ya'ni buningdan keyin bu dushanbadan jumagacha bu narsalarni deb ta'kidlab olishninki hojati yo'q. Shuningga men bunaqa narsalarni shanba-shanbada Uyg'urcha gap qilgash, mana shu tushuntirishlarni qilaman. Eng muhimi qarindoshlar, o'zimizningki ishini o'zimiz hal qilmasak, o'zimizning millatining ishini chet eldagi Uyg'urlar biz hal qilmasak, başka hech kim hal qilib bermaydi. Agar biz tunugunkidek mishadagi Eronliklardek, shu Germaniya bilan shu Shvetsiyaniki uchrashishlar bo'lgandek vaqtlarda mishak yalarni elib, biz shu har haftada bir qaytam bo'lsa-mu yaxshi bir vaqtimizni chiqarib, bir kunlik ishimizni qo'yib tursak, bir kunlik ishimizni qo'yib turganga hech kim bo'lmaydi yoki shu semestr bo'ladi, semestrlarnikini har haftada bir kun plan qilib turib elib, yamiz boshqalar qilsak bo'ladi. Bak echinish ahvol qarindoshlar, ash turmadagi qanchalar qarindoshlar shu bizga talpinib turadi. Balki men ota-onamni chiqarib olishim mumkin, vaqirab, chaqirib, buni qilib bo'lsin. Qolgan Uyg'ur xalqlarimiz o'lib ketish kerakmi qarindoshlar? Ular bu dunyoga shu turmada Xitoyniki irqiy qirg'inchilik uchun to'ralganmi? Bizmi ashlarningki qontar nimasini setib mishada panohliklarni tilab keldik qarindoshlar. Undaq tuzkorlik qilmayli gapning rosti. Bir ish qilib, bir ishlarni qilib, chiqib, bir tashkillanib, bir ishlarni qilayli. Faqatla tashkilotlarga qarab o'tganlik, u bir tutmaydiganlar bir tashkilotning qo'lidanmi o'zinglar ko'ryapsizlar mana 17 yil bo'ldi, hamda BTTga kirib, ya'ni hamda Uyg'urni tanitimiz deydi. Uyg'urni tanimamda men bu haftada shu Seveneden aniki Dugunlar yaring deganlarniki bizning 1800-yildan oxirlaridan 1936-yillargacha Qashqarda Yakanda bo'lgan musiqasi bor. Men shu yerga berib, shu chaqlardagi narsalarni ko'rsatma. Bular Uyg'urlar toza obdan taniydi. Bizni shu Uyg'urni tanitimiz, G'ulji vaqasidami Uyg'urni tanitimiz, G'ulji qirg'inchiligida, Urumchi qirg'inchiligida Uyg'urni tanitimiz. Irqiy qirg'inchilik bo'lsin Uyg'urni tanitimiz. Voy ochang'i. Boshqa narsalar bilan tugamagan bana sabablar bilan bizningki mushular shalg'otlashib ketishimizni kutib o'tirdi. Shunga qarindoshlar, hargiz biz xoinlarga bacha emasligimiz, yo'q deyishimiz kerak. Men dedim-ku, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kirib xizmat qilganlik, CCPga kirib xizmat qilganlik. Bularning ichidagi 3 nomerli xoin bor. 3 nomersi Amerika, Shvetsiya, Turkiyada bular turib buyruq tushdi bularga. Bular Uyg'urning davosini hargiz mumkin emas. Aldığı siljitmaydi, kaynigilam qiladi. Chunki da'vo tugab ketsa, yipilib ketsa, qo'ngi ichilib ketadi, shirkat yipildi, pesa qanga berib pesa qilishga, tozliq qilishga,
Kaçışqa vicdanı öz chidamaydi, bular özlarini vicdanlıq deb chaqlaydi. Amma dunyodagi eng nomussiz, eng vijdonsiz Xitoydan betar mushular. Qanchalik Uyg'urlarning o'lib ketishidan qat'iy nazar tayin yo'q narsalarni qilib London sotini ko'rdinglar qarindoshlar. Yag'an tayin yo'q ishlarni qiladi. Birsinikini qilgani yo'q. Ana shu Amerikada mo Aqsaroyning oldida uzundan beri şeyde Independence Türkistan deb yezig'liq to'simi ashagimi shu qurultayning ichidagi odamlar to'xtabdi. Mana bir kichik baliq qilyapti. Mana kelib qilayli deydigan narsa yo'q qardoshlar. Bular da'vo qilmaydi. Ular ishonmanglar. O'zimiz tashkillashib qilishimiz. Bular degan qarindoshlar sizlar bilmaysizlar. Vahshiy nomussiz. Birisininki ya bir diplomi yo'q. Her xotin ishlaydi. Enedidan pul yeb oylab. Mushu yig'inlar bo'lsa, xotinlari ne birga ilib oldi, ballarni birga ilib oldi, o'ynaydi, sayohatni. Ma hozir texma ishlar chiqib salma. Xalq qisqanning yo'g'i bular sal nim qildi. Uning oldida mishadiklarning xotinlari aeroplanla Germaniyaga berib choy o'ynaydi. Qarindoshlar, o'shalarga kim berdi shu imtiyozni? Mustaqillik talab emas degan imtiyozni kim berdi bularga? O'shqanlarimizni silkib o'taylik qarindoshlar. Bu tashkilotning ichi tashkilot deganlik Uyg'ur jamoatini boshqarish deganlik. Vatanda shuchi asos qatlam Wujing Jingcha odamda saqchi chiqib alay saqchi ashtaq nimlar orqali bosh bo'lsa bizni bu yerda tashkilotlar orqali kontrol qiladi. Ana og'zini jumdiringlar, mana og'zini jumdiringlar. O dunyo Uyg'ur qurultiyi kirdigan yangi yoshlar bo'lsin-chi, ular degan fultilga o'jaylar burundan bor, ular misharik tashkilotlarning yoki u yerdagi bu yerdagining holchiligini qilib, poqini tozalab, ashna ketidan yurgan nimalar. Shuni Xitoyning mohiyatida o'xshash bor. Xuddi Gomindan chiqib Gongsandan kirsa bizga Gongsandan oltin tezaklab bergandek. Nim bo'ldi? Yana qirdi. Uning oldida Zozongtangmi qirgan, Yuanshkaymi qirgan. Hammasi qirdi. O'zimizning zimini o'zimiz mustaqil bo'lmaguncha bizmi nima deb boshqalardek zimin talab qilish huquqimiz hozir vaqt soat emas, xalqaro qo'qib ketadi. Jongyangninki ko'nglini shunchalik ayaydi bular. Shi Jinping Akiston ko'nglini shunchalik ayaydi. Nechada namoyish bo'tdi bir necha vaqtdan berdi. Bir chiqib buni tuzuk dalanmaydi. Erkak qirg'inchilik deganni dalanmaydi. Nechada qilmaydi talay ish va Shvetsiya bexatarlik idorasiga, parlamentga yozadigan, ko'rishadigan ish amallashmayotdi. Onu bizmi so'ragan, mimishga mishta bo'lmaydi. Mishta desak, to'sqinlik qilgan kuchlar bor, qarqonlar bor. Uning isbotlari bor menda. Bor qarindoshlar ashunda. Bunga qarindoshlar o'zimiz uyg'unaylik. Shu xalqarалық sotqa ota-onamizniki o'sha kirkatga dinlarimizniki tizimlaylik. Sog'liq bilan aloqa qilishib, surgun hukumat aloqa qilishib, beringlar, haqiqiy material to'plab beringlar. Joni bermanglar, lekin mana bilib qoldi, bu siz chaqchaq qilgan emas u. Shu rastni haqiqatini bersanglar, ertagun shu ota-onanglarga balki kunlarning birida shularning avlodlariga yoki shularning navirlariga yoki shular bolalarga bir imtiyozlar kelib qilishi mumkin. Mandaq bo'lgan edi, chunki germanlarmi, yahudlar hozir söylagandek bir narsa kelib qilishi mumkin. Xitoymi ashunda to'lashlardan 70 yilning yoki boylik, 70 yilning yoki to'kkan qon, 70 yilning o'ltagan, 70 yilning yoki sug'urilgan ishki organizmlarniki, erkak qirg'inchilikniki, Xitoyninki shu xalqiga otilib qolmasin, Xitoyninkiga deb biz Gongsandan yo'qab kelsak mayli, lekin men Xitoy hukumatiga mangulik ahonat qilib qolmasin deb tirishib, men xalqarada malaga Uyg'ur erkak qirg'inchiligi deganda o'tganman Dolqinaysa degan paqshak yo'qolang bir narsalarni qilib yezib qo'ydi. Ashni Mavla Yasin ustoz bular qilib qo'yib, ma'lumot xato deb turib qo'ydi. Mana qarindoshlar bularniki attibashirki. Bularniki teqa Dolqinaysaniki teqa inisini Aqsudan Urumchiga berib tijorat qilayotgan. Normal bularniki hech qanday uning uydagilardan kimchi ism familiyasinikiga TV chiqadiganiki meyarki ma'lum qo'ng'al taqmang degancha mayizib meni WhatsApp'im to'liq bor. Bunga qarindoshlar ilaqi bular bak ishinib ketmanglar. Men desam qurultaylarga kirishib qoldi o bu demisin. Meni qo'ygan qurultayning ichidagi odam bo'lgandan keyin bular hammasi bir. Germaniyalikini qo'ydi, Amerikalikini qo'ydi. Yana bir yerga qo'ydi. O'xshash bularniki. Xudo o'sa qarindoshlar Xudoyim omonat men tushib ketmamsa.